Mamlakatimizda kechayotgan iqtisodiy islohotlar aholini kambag'allikdan chiqarish, tadbirkorlikka o'rgatish, ularning bandligini ta'minlash borasidagi chora-tadbirlar yurtimizda biznesni rivojlantirishga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga hamda aholining farovonligini oshirishga katta hissa qo'shmoqda. Ayniqsa, bunda xorijiy investorlarga keng imkoniyatlar yaratib berilayotgani zamonaviy, innovatsion va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatini bermoqda. Chindan ham mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning o'rni katta bo'lib, bu bevosita hududlarning imkoniyatlaridan samarali foydalanish, yangi quvvatlarni ishga tushirish, eng muhimi odamlarning turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Mamlakatimizda yaratilgan qulay ishbilarmonlik muhiti hatto olis va chekka hududlarga ham kirib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda viloyatimizda 1,4 milliard dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgan. 24 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Eng ko'p xorijiy investitsiyalar Xitoy, Turkiya, Ozarbayjon kabi davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Samarqand shahridagi metall o'ramalar ishlab chiqarish va qayta ishlash korxonasi ham yirik investitsiya loyihalaridan biri bo'lib, uning umumiy loyiha qiymati 670 million dollarni tashkil etadi. Ahamiyatlisi, ushbu mablag'ning 227 million dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya hisoblanadi. Loyiha 9 ta bosqichda amalga oshirilmoqda. Zavodimiz 2009-yildan boshlab ishlab chiqarish faoliyatini boshlagan. Hozirgi kunga kelib zavod 600 ming tonna metall mahsulotlarini qayta ishlab mahsulotlar ishlab chiqaribdi. 2025-yil yakunlari bo'yicha jami ishlab chiqarish va realizatsiya hajmimiz 6 trillion 800 milliard atrofida bo'ladigan bo'lsa, shundan bevosita ishlab chiqarishimiz bilan bog'liq faoliyatimiz 5 trillion 200 milliard atrofida. 2025-yilda biz rejalashtirgan asosiy ishlab chiqarishimiz albatta to'liq ishga tushdi. Bu 220 million dollarlik ruh va polimer mahsulotlarni ishlab chiqarish sexlari birinchi va ikkinchi etaplarda to'liq ishga tushirildi. Uchinchi etapi bo'yicha maishiy texnika mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan metall mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonimiz birinchi yarim yillikda nasib ishga tushiramiz. Yil yakunigacha liteyniy kompleksimiz ishga tushirish arafasidamiz. Albatta bu investitsion rejalarimiz 2026-yilda men o'ylaymanki, qo'shimcha ish joylarini yaratish uchun 500 ga yaqin yana ishchi xodimlarni ish bilan ta'minlash uchun imkoniyat yaratadi. Keyingi etapdagi mahsulotlarimiz bevosita ishlab chiqarishimiz hisobidan albatta eksportimiz kamida yana 300-400 million dollarga oshishi rejalashtirilganmiz. Metalldan yasalgan buyumlar ishlab chiqarish va uni eksport qilish bilan shug'ullanadigan mazkur korxona yiliga 600 ming tonnadan ortiq metallni qayta ishlab, har xil turdagi po'lat quvurlar va profillar, polimer va ruhlangan metall rulonlar, armatura, metall simlar, issiq o'ramali metall tasmalar, gipsokarton uchun ruhlangan profillar kabi mahsulotlarni ishlab chiqarmoqda. So'nggi 3 yilda 10 trillion so'mdan ortiq miqdoridagi mahsulot ishlab chiqarilgan. 300 million dollar miqdorida mahsulotlar esa Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon, Tojikiston, Qirg'iziston singari davlatlarga eksport qilingan. Oldingi zavodimiz bor yo'g'i 10 ming tonna mahsulotni qayta ishlab chiqarardi. Yangi qurilgan loyihamizda amalga oshirilgan zavodimiz 45 ming tonna mahsulot ishlab chiqaradi. Albatta bu zavod ishlab chiqarish hajmi jihatdan, o'zini avtomatlashtirilgan darajasi jihatdan, yangiligi jihatdan, mahsulot ishlab chiqarish sifati jihatdan analogi yo'q. Sifat jihatdan o'zi avtomatik tarzda nazorat qiladi. Hamma jarayonlar avtomat tarzda bajariladi. Va albatta ishlab chiqarish hajmini oshishiga, mahsulotning sifatiga katta ijobiy ta'sir qiladi. Keyingi etapdagi ishlab chiqarish jarayonimiz ham albatta ishga tushgandan keyin bizni ishlab chiqaruvchi sifatida bozorda mavqeyimizni mustahkamlaydi. Chunki barcha ishlab chiqaradigan avtomobil
ishlatiladigan metaldan tortib to maishiy texnikalar uchun ishlatiladigan metallar o'zimizning zavodimizdan chiqadi. Albatta bu birinchi navbatda o'zimiz respublikamizga kiritilayotgan import o'rnini bosadigan mahsulot bo'ladi. Ikkinchi navbatda atrofimizdagi iste'molchilar, hamsoya davlatlar iste'molchilarini shu mahsulotga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Dastlabki bosqichda o'ramali metalldan turli o'lchamdagi metall quvurlar va profillar ishlab chiqarilgan bo'lsa, keyingi bosqichda o'ramali metalldan turli qalinlikdagi rux va polimer qoplamali tunuka, po'lat qorishmalardan turli qalinlik va kenglikdagi o'ramali metall mahsulotlari hamda gipsokarton uchun profillar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bugunga kelib korxonada ayni shu turdagi boshqa import o'rnini bosuvchi hamda jahon bozorida xaridorgir bo'lgan metall mahsulotlari ishlab chiqarilishiga erishildi. Buning natijasida esa korxonaning eksport salohiyati oshishi bilan birga yuzlab yangi ish o'rinlari yaratildi. Korxonada yirik loyihalarning amalga oshirilishi natijasida ish o'rinlari soni ham ortib bormoqda. Bugunga kelib 1500 nafarga yaqin fuqaroning bandligi ta'minlangan. 2025-yilda biz yangi loyihani sink va polimer qoplamali metall mahsulotlari ishlab chiqarish loyihasini ishga tushirdik. Ishlab chiqarish jarayoni 4 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda biz qora metallni kimyoviy moddalar yordamida yuvamiz. Ikkinchi bosqichda metallni xususiyatlarini o'zgartiramiz hamda uni yupqalashtiramiz. Uchinchi bosqichda sink qoplamali metall ishlab chiqaramiz. To'rtinchi bosqichda esa uni polimer qoplamasi bilan qoplaymiz va bozorga tayyor mahsulot yetkazib beramiz. Texnologiyalarimiz oxirgi zamonaviy texnologiyalar Xitoy Xalq Respublikasidan keltirilgan. Bizlar har bir chiqargan mahsulotimizni laboratoriya tekshiruvidan o'tkazamiz. Korxonaning sharoitlari, ishchilarga bo'lgan munosabati juda yaxshi. Hozirgi kunda yoshlarga juda katta imkoniyatlar yaratyapti. Xuddi shu jumladan mana shu korxonada ham yoshlarga juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Yoshlarni o'zini sohasi bo'yicha malaka oshirishga, boshqa bir chet davlatlarga ham o'qishga yuborish hamda u yerda malaka orttirib, u yerda orttirgan malakasini o'zimizda tatbiq qilish jarayonlari ham yo'lga qo'yilgan. Albatta bulardan biz xursandmiz. Mana shunaqa yoshlarga shunaqa sharoit yaratib bergandan o'zimizning yurtimizda, ota-onamiz bag'rida, farzandlarimiz bag'rida ishlab, mehnat qilib, o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadlarimizni amalga oshiryapmiz. Avvalambor prezidentimizga bunaqa sharoitlar uchun biz yoshlar tomonidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ishlab chiqarish quvvatining navbatdagi bosqichida po'lat listlar va issiqlikda qayta ishlangan yo'lakli po'lat ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirildi. 2025-yilda ishga tushgan mazkur loyihaning qiymati $220 million bo'lib, ushbu loyihaning ishga tushishi bilan 300 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Shuningdek, korxonada maishiy texnika va avtomobil sanoati uchun zarur bo'ladigan metall listlari ishlab chiqarish loyihasi ustida ham ishlar boshlangan. Bu esa mahalliy sanoatni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari ochish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Ushbu mahsulotlarni ham kelgusida eksportga chiqarish rejalashtirilyapti. Bu borada kelishuvlar olib borilmoqda. Prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan sharoitlar, chiqarilgan qarorlar, berilayotgan imtiyozlar, bu hammasi albatta ishlab chiqarishni kengaytirishga, mablag'larni ma'lum bir yo'nalishga ishlatishga imkon yaratyapti. Infratuzilmani keltirib berishlari, temir yo'llarni o'zlarining yordami bilan keltirib berishlari albatta biz uchun juda katta yordam va imtiyoz. Biz ham yangi ish o'rinlarini yaratish, ishlab chiqarish hajmlarini oshirish harakatlarini qilyapmiz. Eng asosiysi respublikamizda kambag'allikni qisqartirish, yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida qilinayotgan har qanday sa'y-harakatda albatta tadbirkorlarga ham katta mas'uliyat yuklaydi. Muhtaram prezidentimizni Oliy Majlisga va xalqimizga yo'llagan murojaatnomalaridan biz ham o'zi o'qib o'rganib, eshitib ilhomlandik. Chunki u kishining ma'ruzalariga joy olgan yuqori qiymatli, qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini oshishiga bizning ham hissamiz bor. Bizning zavodimizning ham o'sha shu turdagi mahsulot ishlab chiqish hissamiz bor. Biz ham o'sha yaratilgan yangi qo'shimcha berayotgan imtiyozlar, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash yuzasidan chiqarilgan qarorlarni yana bu tomoni ham qo'shimcha yordamlar bo'ladi. Men o'ylaymanki, yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha ishlarimiz albatta biz o'ylagandan ham yaxshiroq bo'ladi.
Qurilish sohasi uchun zarur bo'ladigan tashqi va ichki suvoq mahsulotlari, turli xildagi yilim va bo'yoqlar, shu bilan birga himoya qoplamalarining aksariyat qismi shu paytga qadar viloyatga chetdan import sifatida olib kelinardi. Nurobod tumanining Sazag'on massivida joylashgan Urgut erkin iqtisodiy zonasi hududida yangidan faoliyatini boshlagan mana bu korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar endilikda import o'rnini bosish bilan birga viloyatning eksport salohiyatini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Asosan quruq gips va eritmali aralashmalar, tashqi va ichki suvoqlar, izolyatsiya materiallari ishlab chiqarishga mo'ljallangan mazkur korxona Avstriyaning jahonga mashhur kompaniyasining $120 million sarmoyasi hisobiga tashkil etilgan. Ayni paytda mazkur loyihaning 50% amalga oshirilib, suvoq mahsulotlari, yilim va tayyor aralashmalar ishlab chiqaruvchi korxona faoliyati yo'lga qo'yildi. Kelgusida yana 2 korxona tashkil etilishi natijasida esa keramika va kafel mahsulotlari, pol qoplamalar ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Eng muhimi, korxonada ishlab chiqarish jarayonlari uchun 100% mahalliy xom ashyodan foydalanilmoqda. Bizda mikrokalsit ishlab chiqarish seximiz yo'lga qo'yilgan. Mikrokalsit 10.01, 10.02, 10.03, 10.05 fraksiyalar bo'yicha ishlab chiqaramiz. Undan tashqari dry mix degan seximiz ham ishga tushgan. Mikrokalsit bizda hozirgi kunda juda kerakli xom ashyo hisoblanadi. Mikrokalsitni plastik ishlab chiqarishda, temir ishlab chiqarishda, kraskalarga ham rang sifatida qo'shiladi. Binolar, uylar, maktablar, bog'chalar qurilyapti. Biz kompaniyamiz ishlab chiqargan barcha mahsulotlarimiz o'sha qurilishlarga, ehtiyojlarga, o'sha qurilishlarga ishlatiladi. Bizning mahsulotlarimiz bugungi kunda hozircha ichki bozorlarimizda keng tarqalgan. Kelajakda biz yana katta korxonalar bilan shartnoma qilib, yaqin oralarda eksport ham rivojlantirish rejalashtirilgan. Bugungi kunda korxonada 100 nafarga yaqin mahalliy yoshlar faoliyat ko'rsatmoqda. Korxonada yiliga 120 ming tonna mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirilyapti. Rejamizdagi birinchi va ikkinchi bosqich sexlarimiz qurib bitkazgan. Bugungi kunda qishloq yoshlaridan 100 kishiga ish o'rin ochilgan. Nurobod tumanining Jom qishlog'idan bizga karyer uchun joy ajratilib berilgan edi. Bizda o'zimizda karyerimiz bor. Xom ashyolarimizni o'zimizda karyerimizdan olib kelib, bugungi kunda o'shalarni ishlab chiqaramiz. $3 million ga zamonaviy texnikalar bilan qurilgan laboratoriyamiz mavjud. Bugungi kunda 9001 ISO sertifikatimiz ham bor. Ushbu laboratoriya orqali biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni 1dan 100% gacha tekshirish imkoniyatiga egamiz. Mahsulotlarimiz xalqaro standartlariga to'g'ri keladigan mahsulot va eksport qilishimizga tayyor. Urgut erkin iqtisodiy zonada 40 gektarga yaqin bizga yer ajratilgan. Bugungi kunda bizga davlat tomonidan katta imtiyozlar berilgan. Gaz, svet, suv yo'llarimizni ham qilib bergan. Prezidentimizga rahmat, tadbirkorlarga, investorlarga shunday imkon, sharoitlar qilib berganlari uchun. Samarqand davlat universitetida elektronika va mikroelektronika bo'yicha mutaxassislik bitirganman. Zavodda o'zimiz mutaxassisligimiz bo'yicha ishlaymiz. Texnikalar robotlashgan. Faqat kelib nazorat qilib, qarab, kamchiliklari bo'lsa to'g'rilab, yana ishlataveramiz. Sharoitlar juda yaxshi, menga ma'qul. Masalan, ishchilarni shahardan olib keladi, uyga olib boradi o'z vaqtida. Maoshlarim juda ma'qul. Prezident bizga katta rahmat. Mana shuncha o'zimizda katta zavod ochilyapti. Masalan, o'zining mutaxassisligi bo'yicha hamma ish topib, ishlab shu yerda masalan o'zining vatanida, bola chaqa, farzandlarining oldida, ota-onasining oldida tinch, oson-omon yuribdi. Xorijda topayotgan pulni bemalol shu yerda topsa bo'ladi-da. O'z vatanimizni, bola chaqa, farzandlar hammasini o'zimizni yurtimizda, mana Samarqanddan chiqmay turib ham bu narsa topsa bo'ladi-da. Bir tashlandiq joyda. Hozir yonimizda masalan sement zavod qurildi, yana bu yoqda yana bitta zavodlar qurilyapti. Ishchi o'rinlar yaratilyapti. Xalqimiz undan xursand. Yuqorida aytib o'tganimizdek, korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar mamlakatimizga olib kelinayotgan import materiallar o'rnini qoplash bilan birga, kelgusida eksport salohiyatini oshirishda ham muhim o'rin tutishi shubhasiz. Xususan, kelgusi yilda ishlab chiqariladigan mahsulotning 25% aynan eksport uchun mo'ljallangan. Buning uchun esa ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini xalqaro talablar darajasiga yetkazishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar bu farovonlik, barqaror rivojlanish va zamonaviy sanoatlashgan jamiyat sari dadil qadamdir. Hayotga tatbiq qilinayotgan bu kabi yirik investitsiya loyihalari, tadbirkorlar uchun yaratilayotgan qulayliklar, yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish hududlarda iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sishiga xizmat qilmoqda.